Hammaga assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Jonlaring omonmi? Bugun 24-iyun o'rtoqlar. Xudo xolasa mana bugun navbatdagi yurtdoshlarimiz keldi yangi ishlarga. Hozir vakansiya tanlashyapti. Bizda boshqa endi videoga tushmayman dedilar. Mayli, boshqa millat fuqarolari ham ishga kelishni boshladi. Ya'ni angliylar uchun ham vakansiyalar taqdim qilishni boshladik. Tanish bilishlaringiz bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Angliyskiy tilini yaxshi biladigan odamlar bo'lsa, o'zbek fuqarolarimiz ham kelaveradi angliyskiy ishlarga. Xo'p, vakansiyalarimiz serob o'rtoqlar. Faqat sizlardan bitta iltimos, dokumentlaring aktualniy holatda bo'lsa, srogi просроченный bo'lib ketmagan bo'lsa, boshqa davlatlardan Litva, Latviya, Xorvatiya, Bolgariya, Ruminiya farqi yo'q, kelaverasizlar, ishga joylashtirib qo'yamiz. Ishimiz eng kami $6, $7 orasida bo'ladi. Eng kami 5,5-6 atrofida. Dollarda qilib aytavering, 24-25 degan bilan ko'pchilik tushunmaydi. O'shaning uchun $6-7, $8 atrofidagi ishlar bo'ladi. $8lik qanaqa? Svarshiklar. Bizga hozirgi kunda 3 ta polavtomatni biladigan yaxshi svarshiklar kerak. Chertoj bilish shart emas, diplomi bo'lishi shart emas, faqatgina rus tilisi bo'lsa bo'ldi. Yaxshi svarshik bo'lsa bo'ldi. 30-32 zlotgacha ishlarimiz bor svarshiklar uchun. Bizga 5 ta odam avtomobil kuzovlari ishlab, kuzovlarni remont qiladigan servisimizda 5 ta odamga ish bor. Drel, bolgarka ishlatishni biladigan odamlar kerak. Rus tilisi ozgina bo'lsa ham muloqot darajasi bo'lishi shart. Mebel zavodlarda, mebel sexlarda ishimiz bor, podno sexlarda ishimiz bor. Qo'ziqorinda ishimiz bor, tovuq upakovkasida ishimiz bor. Hokazo, vakansiyalarimiz ko'p. Vakansiya menyu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, kunlik vakansiyalarni kuzatib borasizlar. Telefon raqamlar +48 507 793 333. Kutib qolamiz. Ofis manzillar pastda yozilgan bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom qilinglar.